Jahongir uka xorma. Nimalar qilyapsan bilmayman, senga savollarim bor uka. Aka, yana boshladim. Misol jiddiyroq savol bering aka. Ha, jiddiyroq, o'zingdan ko'ring-da. Xo'sh, jiddiyroq bo'lsa uka, mana shu temadagi mahsulotimizni aytchi. Xitoy davlatidan ishlab chiqarilgan Edan patsient monitor. Bunisi Iskamet, aklasi ham yaxshi, sifatli. Hop. Yana qaysi mahsulot? Mana bu mahsulotlarimizni bir tushuntirib Bu beringchi. mahsulotimiz Xitoydan ishlab chiqarilgan Komen, shpirsovoy nasos bittaligi, ammo unisi ikkitaligi. Bu infuzamat apparati, shpris. Mana bu mahsulotlarimiz haqida ma'lumot beringchi. Yonidagi nima? Bu videolaringoskop. Videolaringizga reklamada ketgan xabaringlar bor. Bu yoqda oson ekan. Mana bu narsa haqida ma'lumot beringchi bizga. Bu Mavit apparatimiz urologiskiy bo'ladi. Urologiskiy lecheniya yaxshi. Qayerlarga lecheniya bo'ladi? Qayerlarga lecheniya bo'ladi? Asosan Prostatit. Aytavering. Mana nima? Bu Astraxandirozga sheyinlik korset. Yaxshi, bu yo'q, oson bularni hamma biladi. Shundoq mana bu narsa haqida kichkina ma'lumot berib yuboringchi. Счетчик leukoform qondagi leykositlarni sanash uchun foydalaniladi. Jahongir, maktabda bo'lganimizda 5 baho qo'yardim. Rahmat uka. Sizlarga ham bu mahsulot kerakmi? Bundan tashqari assortimentlarimiz shuncha. Telefon qiling, alo deng, ili kommentariyaga nima mahsulot kerak bo'lsa yozing, narxi bilan to'liq ma'lumotni men sizga ichkangizga tashlab yuboraman.